Ekkaningizda nechinchi yil hosil olib boshladi? 3-yili 5 tonnadan 10 tonnagacha hosil oldim bultur. Chunki ko'chat ekkanim hisobiga 3-yildan yuqori hosil oldim. Eksport qilishga sotuvlarga odamlaringiz bor. Hurmatli prezident, sotishni qarang osonligini. Avvallari qiynalib, chegaralarda yotardi, mashina topolmasdik firibgar. Hozir hurmatli prezident, o'zlari kelyapti. Mashinga kelib, xolodilnikni yotyapti. Xolodilnik bor. Ha, mana xolodilnik 2 oyda qurib bitirdim. Hozir 5 xilni bo'ldi. 5 xil. Mana hozir ko'rganingiz bilamizki, Huseyni, uni Mercedes, Mana Mercedes. Mercedes bo'lmas. Adin qilib, yonma-yon qilib ekkanimdan maqsad kartinkaga bir boshdan qo'yyapti. Assortiment bo'ladi. Bozor shuni talab qilyapti. Rahmat. Havoga qarab 25-avgustdan 1-sentyabr kun oralig'ida 15-sentyabrgacha xolodilnikka olib kirib taklif qo'yadi. Ana endi noyabr, dekabr, yanvar, fevral bozoriga nimaga qarab eksport qiladi. Kelgan eksportni ko'rib shunday og'zi ochilib qo'yadi. Bunaqa katta poliyalar yo'q. Hovlida. Birinchi marta shunaqa paydo bo'ldi. Birinchisi.